Hozir sizlarga yo'lda tushuntirib o'raman. Bu tomondan yubileyni Korzinka yo'lina kirib kelganda to'g'rida temir yo'l vokzali. Mana bunisi 16-maktab. Shuni ro'parasidagi dom, g'ishli dom. Svetofordan yonida Prinsk maktab. To'g'ridagi dom. 4 etajli g'ishli dom. 2-qavat. Ikkinchi qavat. Toza ozoda joy. Yo'l ustida joylashgan. Assalomu alaykum. Termiz shahrida temir yo'l vokzali, yangi Tisoni yonida g'ishli domlardan 4 etajli domning 2-qavatida bir xona uyimiz, 32 kvadrat uyimiz sotuvda, obzor qilyapmiz. Mana yo'l ustida 16-maktabda, protifida bitta xonasi. Oshxonasi. Vannasi, aristonlari bor. Qaytaraman Termiz shahar temir yo'l vokzali, Orientir yangi Tisu yoki 16-maktabda protifida. 4 etajli domning 2-qavatli g'ishli dom. 32 kvadrat metr uyimiz sotuvda. Narxi 250 million deb baholandi. Murojaat uchun telefon raqamlari 99 744 04 51.